GAI tushuntirdi. Jarima to'lamaslik uchun buni bilish shart. 2026-yil 20-fevraldan boshlab eski mashinalar bo'yicha yangi tartib o'rnatildi. Ko'chalarda yurgan 50 yildan oshgan Jiguli, Moskvich va Volgalar endi jarimaga tortiladimi? Videoda GAI xodimi barcha savollarga ochiq javob berdi. Eski mashinalar davlat ro'yxatidan chiqariladimi? Qanday qilib eski mashinaga yangi antikvar raqam olish mumkin? Jarima miqdori qancha va hozir reyd bo'lyaptimi? Bu yangilikni barcha shopir tanishlarga yuboring. Ehtiyot bo'ling, ogohlantirishsiz jarima to'lamang. Internetda avtomobillarning 50 yillik bo'yicha ko'p videolar chiqyapti, shuni aniq bilib fuqarolarimizga yetkazishimiz kerak. Joriy yilning 20-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati xavfsizligi sohasini raqamlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 11-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda ko'pgina o'zgarishlar mavjud bo'lib, ularning asosiysi va ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokama bo'layotgan foydalanishi to'xtatilgan transport vositalari to'g'risida batafsil ma'lumot beramiz. Unga ko'ra, 2026-yilning 1-fevraldan boshlab ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan transport vositalarini O'zbekiston Respublikasi hududida foydalanish, ro'yxatdan o'tkazish taqiqlanadi va bunday transport vositalari davlat ro'yxatidan chiqariladi. Yanada tushunarliroq qilib aytganda, real vaqt holatida 1975-yil va undan past yillarda ishlab chiqarilgan transport vositalarini foydalanish qat'iyan taqiqlanadi va bunga javobgarlik mavjud. Bundan mustasno holatlar mavjud bo'lib, qonunchiligimizda yangi atama antikvar transport vositalari so'zi kiritildi va bunga qonunchiligimizda aniq ta'rif berib o'tildi. Antikvar avtotransport vositalari ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan, asl holati, tuzilishi va asosiy agregatlarni saqlab qolgan avtotransport vositalari hisoblanadi. Bu kabi transport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish vaqtida ularga alohida ANT seriyali davlat raqam belgilari beriladi. Fuqarolarimizga shuni ham eslatib o'tishimiz kerakki, transport vositalaringizni ishlab chiqarilganiga 50 yildan ortiq bo'lgan bo'lsa, bu kabi transport vositalarini yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga murojaat qilgan holda davlat ro'yxatidan chiqarishingizni so'rab qolamiz va bu xizmatlarning barchasi hozirgi kunda bepul hisoblanadi. Ishlab chiqarilganiga 50 yildan ortiq bo'lgan avtotransport vositalari ko'chada harakatlansa, GAI xodimlari jarimaga tortadimi? Yo'q, Mahmudjon Vazirlar Mahkamasini 2026-yil 20-fevraldagi 11-sonli qaroriga asosan ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan transport vositalari endilikda davlat ro'yxatidan chiqariladi va ulardan foydalanish taqiqlanadi. Shuningdek, ushbu transport vositalari agar foydalanishga yaroqli deb topilsa, ya'ni uni tashqi ko'rinishi, kuzovi, agregat raqamlari saqlangan holatda foydalanishga yaroqli deb topilgan bo'lsa, ushbu transport vositalarida antikvar rusumga o'tkaziladi va ularga qayta yangi namunadagi davlat ko'chada harakatlansa bo'laveradi. Ko'chada harakatlansa bo'ladi. Lekin ular yo'l harakati xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan hozirda ushbu turdagi transport vositalarini haydovchilari faqatgina ogohlantirilyapti, ya'ni qaror talablari har bir fuqaroga batafsil tushuntirilib, ular bilan profilaktik tushuntirish ishlari olib borilyapti. Agar jarima yozilsa, jarimasi necha pul? Bazaviy hisoblash miqdorini 2dan 1 qismi, ya'ni 206 ming so'm jarima jazosi tayinlanadi. Aka, foydali ma'lumot uchun rahmat katta. Bu xabarni shopir tanishlarga yuborib qo'yamiz. Shunaqangi tezkor xabarlarni Andijon bugun sahifasiga obuna bo'lib kuzatib boring. Yordam kerak bo'lib qolsa, ajoy nega borib davolanib turadi. Sizga nima yordam kerak bo'lyapti? Doktorga yozib turadilar, doktorga yetishmovchilik bo'lib qoldi. Qo'llar bukilib qo'yamiz, bo'lib. Shunga dorilar oladi, davolanib banitaga yotib, 10 so'm bo'ladi, 5 so'm bo'ladi. Yo'q, gruppalarga tarqatib qo'yinglar. Bu dunyo foniy dunyo. Har bitta odam xabarlar bilan qo'rqadi. Lekin shu bolaga bizdan bersak, o'sha bizdan pulimiz xabarlar bizga yengillik bo'ladi. Ukam uyam tog' ekani ancha. Savob
Kömür akana pul yo'q. Kömürga pul yo'qmi, jigayna? 1975-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz nomerini yetishga keldik. Chirchiq gayisiga mana. Duppa durust mashina yurib turgan. Hamma joyi joyida. Lekin ko'pchilik norozi bo'lyapti. Shularning qatorida men ham noroziman. Yangi qaror bo'yicha eski mashina bo'yicha chiqdi yangi qaror. O'sha bo'yicha hozir to'xtatishdi meni. Bularni endi identifikatsiyani bir balosini o'tkazish kerak ekan gayiga borib, bo'lmasam bo'lmas ekan. Hozirlarni to'xtatishdi. Nimadir muammo bor hozir. Planshetdan chiqmayaptimi? Nimadir bor. O'shaning uchun eski mashina haydayotgan aka-ukalar bo'lsa, o'sha gayiga borib, o'sha nima qilish kerak bo'lsa qildirib qo'ysanglar, ertaga muammo bo'lmaydi. Sog' bo'linglar. Mana ko'zimda yosh bilan toychog'imda oxirgi manzilga kuzatyapman. Ya'ni metallom topshirgani ketmoqchimiz. Mana 1-fevraldan 2026-yildan bu mashinalar 50 yil to'lganlar Moskva Jigulnilar metallomga topshirish boshlandi. Tak, mana keyingi mashinamiz keldi. Metallom hisobida Moskvich. Ani propan gaz balon so'ralgan akulaga mana propan. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaversalar. Propan gaz balon so'raganda ko'p edi. Mana evakuator xizmati Toshkent viloyati yuqori Chirchiq, quyi Chirchiq, o'rta Chirchiq bo'ylab shahbozagan arzon narxlarda qilib beradi. Mana fillar qabristoni. Morg. Ya siz olmayman. Mana 09 so'raganlarga mana. Tiko motorlari bilan. Ana zamaza motor ham bor ekan. Kimdir so'ravdi mendan. Turibdi. Mana gaz balonlar, Volga. Mana ajdaho mashinalari pachoqlaydi. Mana. Manaki. Hamma narsa bor. Odamni jonidan bor. Kelaverasalar, narxlar kelishilgan holda hamma narsa sotiladi. Arzon qilib kesaklar qilib beramiz. Bu soy bo'yidan o'tganda, ana katta yo'l, ana undan kirganda o'ng tomonga. Bu yoqda Qadrdon mana. Metan gaz balon so'ramidingiz? Mana ga sizga. Rasparadajim bo'lib ketdi bu yoq mana. 500 mingdan yili yengilari 1,5 milliongacha. Mana yili eskilari 500 mingdan, yili yengilari 1,5 milliongacha. Mana. Toshkent viloyatiga dastavka bor. Dastavka pulli. Mana bugun bir 4-5 ta mashina olib qo'yganmiz. Mana shu yashilni 3,5 million so'm qilib beramiz. 3,5 million so'm. 4 million. Mana olsa 5,5 million. Kuzovdan chiqqan yangi. Bunisini endi kelishamiz. Telefon qilsalar. Nexia'lar bor mana. Nexia zapchastlar. Aytda bolalar so'yiyapti. Hammasidan bor aka. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, kam aksiya qo'yib yuborganim uchun hamma shu yerda. Savdo biznes. Ajdar. Mashinalar qirg'in, Devo, Pivo. Mana Volgamiz olib keldik, yetib keldik. 90 to'ldi 360 57 79 va hopkam nomeri kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarsizlar. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y.